Hali hech kim sizga bu darajada ideal retsept etmagan. Keyin qidirib qolmaslik uchun saqlab oling. Idishimizga suv, tuz, dro'j, yog' solib, menchikda aralashtirib olamiz. Masalliqlarning grammlarini opisiyaniyada yozib qoldiramiz. Yarim piyola sut quyib, ketidan unimizni solib, yaxshilab bitta massa bo'lguncha qovurib olamiz. Ta'kidlab o'taman, qattiq xamir emas, yumshoqqina xamir bo'lishi shart. Tayyor bo'lgan xamirni yog' bilan massaj qilib oshib chiqishi uchun xolodilnikka yuboramiz. Xamirimizni dam oldirib, endi ichiga solinadigan mahsulotlarimizni tayyorlab olamiz. Nachinkasining ichiga halol sertifikatga ega Otabekov kolbasa va go'sht mahsulotlaridan foydalandi. Bu zavod 2003-yildan beri o'z ish faoliyatini yuritadi. Zavodning tashqarisida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish uchun magazinlar ham mo'ljallangan. Bu yerda nafaqat kolbasa va sosiska mahsulotlari, balki tushonka va delikateslarni ham sotuvga qo'yishgan. Zavodda 400 kishidan ortiq ishchilar ishlaydi. Hattoki vetchina kolbasasini ham mol go'shtidan tayyorlashadi. Bizning oilaviy tanlov Otabekov kolbasa va go'sht mahsulotlari. Ta'mi o'zgacha lazzat berib, taomingizni yana ham shirin qiladi. Mana sizlarga kolbasa, brinza, pomidor, bulg'or qarampiri mahsulotlaridan tayyor sinabonchi. Yuzlari qizarib, pishib chiqqanda ustidan darrov saryog'i eritib suring. Hadikib nonushtaga bir xil narsani tayyorlavermasdan shuni ham tayyorlab bering.